Mening akam Ahmet Emin. Bu tushim, bu faqat tushim deb qalay dunyo. Karomatingni ko'rsat. Bir mo'jiza ko'rsat. Bütün ömrüm faqat tush bilan ado bo'lib ketsa mayli. Senin oyg'oq kuchug'ing uyqu dunyosi bo'lib ketsa mayli. Bu reallikni ko'rishga royim yo'q dunyo. Bu o'ngimni ko'rishga maylim yo'q. Dadimga yetdi. Hay dunyo. Olamga yetdi. Bu meningla emas. Hamma qarindoshlarimizning nolisi. Aka. Biz beshimda cho'rdab o'ltiribmiz. Xuddi quyoshni cho'radigan sayyoralardek. Rost. Biz ajoyib sayyoralar edik. Seni davr qilibla cho'rdilaydik. Sen bizga nur ve harorat bag'ishlayding. Quyoshning qudrati bo'lmasa, sayyoralarni hargizmi o'z siziqida cho'g'ilatamaydi. Senmi shundoq? Sendimi shundoq bir qudrat bo'lmagan bo'lsa, bizni atrofingga o'lashtirolmagan bo'lardim. Bu qudrat mehr, urug' tuqqanlik mehri edi. Sen aka eding. Lekin akining qandoq bo'lishi kerakligini eng tushungan aka edim. Xodikning oldi chaqi qaysi yo'l bilan mangsa, keyni chaqlarining shu yo'lga tushib mangadiganligini bilardim. Ota-onam sening parvarishkor gulchim edi. Sen xushburug'ing bilan ularga bahri berguchi eding. Bu xushburuqing o'z navbatida bizni bahramon qiladi. Dadam yashinib qoldi. Jiq javrlarni chekdi. Fukam, oilaning eg'irchiligini men bo'lsam-mo ko'tirish bermasam bo'lmas. Deganlarim yili ham esimda. O senin o'smirlikning oxirgi mezgili bilan texi qo'shishib ulgurmagan chog'laring edi. Sen texi yoshlikqa qadam qo'ymayla. Texi beli qatmagan toydek mezgilingdila turmushning yukini simmanga oldin. Esimda. O billi o'qiyotgan chog'larimiz edi. Senni tirishchan o'quvchilardan eding. Bilim elishqa, bilimlik bo'lishqa to'limi qisqatdim. Lekin turmushning qistishi va aqliq mas'uliyat tuyg'usi tufayli sen o qiziqishdan voz kechding. Shu chaqda sen bo'lsangmi yaxshi o'qigan fikam. Sen orzuyingga yetsang, menmi orzuyimga yetganda xush bo'laman deganim yiligacha quloq to'yimdan ketmaydi. Shunda qilib mening bilim dengiziga sho'ng'igan vaqtlarim sening turmush daril fununlariga kirib ketgan vaqtlarim bo'ldi. Men kunda kitob daftarlarimni elib maktabga boraman. Sen andiva cho'pgaslaringni ko'tarib ishga bormasan. Tushda men uyga qaytib amgikimning badaliga kelgan issiq tomoqni yeyman. Sen yiroq ish maydonlarida qaynoq suvga chilab quruq nonni yeysan. Kechqurun men toychoqdek sakrab o'ynashib Hijran Tori adresimiz hijran.net. Horg'in holatda ishdan yonasan. Lekin dadamni, onamni, bizni bir tuqqan qarindoshlaringni ko'rganda hordug'un chiqsa kerak kulasan. Shu kulkilaringning haqiqiy ma'nosini kichikligimda tushunmagan ekanman. Keyin tushundim. O baldırlı cho'ng bo'lib ketgan o'g'il bolaning iftixor kulkisi ekan. Shu kulkining ajoyib sab, halol va vijdonliq yurakning mamnuniyat bilan yangratgan chin insonlik xitobi ekanligini keyin, bakmi keyin his qilib yetdim. Sen
bizning oldimizda bir ömür shundoq kulib o'tding aka. Endi jimli yotsan ku. Unda qilma aka. Bir kulgin. Bir kulib o'tkina. Shu kulkan bilan bizni kulaydi. Jahonmi tan kulsun. Kulkisiz jahon odamga bakma qo'rqinchliq, so'g'uq bilinadi ekan. Xuddi jahon emasdek. Ahmiyatsiz bilinadi ekan aka. Aka. Hammamiz beshingda qora qushqashdek sho'g'irlashyapmiz. Nola qilyapmiz aka. Aka. Aka degan bu so'zda naqadar vazn bor. Rost. Sen aka eding. Bizga asli akala eding. Lekin sening bizga qilgan ajring akalikdan jiq eshib ketdi. Dadam rahmatining oshni oldi bilan bizga berib, oshqini o'zi yeydigan. Nonning yumshig'ini bizga berib, qattig'ini o'zi qajalaydigan odati bor edi. Bu odat dadamdan sana o'tin bo'lib qoldi. Har qanday ishning jabhasi sen. Rohiti bizning bo'ldi. Biz uni sahmo shundoq bo'ldi. Unimi sahmo shundoq bo'ldi. Anamning urug' tuqqanlaringning hojati ravo bo'lmay turib, o'zingning hech qanday hojatingni ravo qilishni xohlamading. Sen bizga aka eding. Asli akali eding. Lekin sen bizga otami bo'lding. Yas. Ota izini o'g'il bosidik. Haqiqiy o'g'il bola bosidik. Sen soyibam bo'lg'ashqa beshimizga kun tushmadi. Sen yo'lab turg'ashqa hech qaysimiz turmush davollarida yiqilib qolmadik. Egiz davonga chiqqanda kayniga burilsa, bosqan musofini oldiga qarasa, mangadigan yo'lni ilg'a qilib bo'ladi ekan. Sen bizni dal mushundoq davonga yetakligichi eding. Biz sen bilan birga aql yuksakligida turib, tunugimizni yakunlaydik. Bugunimizga nazar tashlaydik. Hayotimizni mulohaza qilardik. Hayotlik mustaqil yashashni o'ziga to'g'ri qilgan. Uningsiz kishilik turmushni tasavvur qilish mumkin emas. Odam bolasi dastlabda ko'tarishga, sal cho'ng'ayganda yo'lashga, yetilashga muhtoj bo'ladi. Lekin u hamon menishi, o'zi mustaqil menishi kerak. Bu hayotlikning taqozosi. Sen bu nuqtani tushunatding. Shuni bizni g'ayratlik, shijoatlik, jo'shqun, qaysar bo'lishga ilhomlantirdi. Shuni bizga talabchan eding. Bizning sal bo'shab kelishlarimizni sening diqqatingni tortdi. Yo'ldan sal qayib ketishlarimizni, bilib bilmay ezishlarimizni sening o'tkir nazaringdan kechib qutulolmaydi. Birer savallik o'tkazib qo'ysak, loppida ma'nilik qarab qo'yishlaring, bir xatoga yo'l qo'yganimizda meyig'ingda kulishlaring yoki qoyishlaring qandoqmi ko'z oldimizdan kessin. Lekin sen hozir ko'zingni ochmay yotsan. Sening ko'zing yorug' dunyoni ko'may yotsa, bizning ko'zimizga qorong'ulik tiqiladi ekan. Bu jahon bizga bakmi qorong'u ko'rinib ketyapti. Zulmat qo'ynidagi dunyo quyoshning kulib qarishiga intizor bo'lgan edi. Bizmi sening ko'zingni echib bir qarishingga shuncha tashna bo'layotimiz aka. Ko'zingni bir oshqina qorong'ulik ichida qolgan ko'ngillarimiz pallada bir yo'rib ketsin. Ko'zingni och aka. Tanbehlik qarasangmi mayli.
alayıp qarasan mı mayli. Baribir o qarashlaringning mehr bilan yo'g'rilganligi bizga ayon. O'rningdan turg'in aka. Turammasang biz yo'lab turg'izayli. Senmi bizni ömür boyu yo'lab o'tgan eding. Bizning bu ömrimiz endi seni bir ömür yo'lab yurish bilan o'tkazsimi mayli. Ömür boyu seni hapaş qilib yursakmi mayli. Ko'zimni och aka. Bizga lopida bir qarag'ana. Hijron to'ri adresimiz hijron-net. Hey dünya. Saxovatlik dünya. Karamatını ishqa sol. Bir mo'jiza ko'rsat. Men ko'z oldimdiki bu ishlarni tushim deb qalay. Shukr otaman deb qalay. Bu ömrüm tush bilan o'tkazsimi mayli. Mana endi o'ngim bo'lmasimi mayli. Hey dünya, qo'yning shuncha kangri, hatta uningda shuncha rezil odamlarmi yashayotdi-ku. O bakmi halol inson edi. Bakmi jigarlik inson edi. Bakmi xolis inson edi. Yaxshiga kun yo'q. Yomonga o'lim deydikan donalarim. Bu zada neymiş kışında? Neymiş kışında? Cevap ver dünya. Sırlarını ünlük sözleyemezsem, kulağımda şıvırlap bozumu sözleyin. Hey dünya! Untuma dünya, untuma. Namı çıkmagan halal insanlarını unutma.